Sovet davrini eng bizaga, O'zbekistonimizga, mana shu tuproqda yashaydigan odamlarga qattiq zarar bergani nima deb mendan so'rang. Iqtisodiy nuqtai nazardan agar baho beradigan bo'lsak, bizlarni qul qilib, qoloq qilib qo'ygan. Bizlar paxta tolasini beraylik, u yog'ini o'zi olib kelsin. Devorga qo'yadigan bitta mixni O'zbekistonda ishlab chiqarmasdi. Hammasi chetdan olib kelinadi. Bu jo'rtaga qilingan, ya'ni uzoq davomli siyosatni O'zbekistonni ipsiz markazga bog'lab qo'yadigan siyosat edi. Mana shu sharoitda bizlar yashaganmiz. Men o'zim Gospanda ishlaganda bironta kabinet qolmagan Moskvada. Nima? Bori bir ittifoq savdo vazirligiga kirib bironta kabineti qolmagan. Kirib faqat yalinardik. Do'q qilib bo'lmaydi. Bo'psa qilib bo'lmaydi. Nima? Yalinishimiz kerak. Faqat unga yaxshi gaplarni gapirishimiz kerak.